Shu bir reels ko'rib qoldim men unda tulki nigoh qilishyapti. Juda ajoyib kosmetologik nislar yordamida, ya'ni chakka sohasini orasiga tiqib tulki nigohi desa ham bo'ladi. Ko'tartirilyapti qoshni, lekin bu qilinayotgan nitvoy o'zini effektini 2-3 oy davomida ushlab turadi. 2-3 oydan so'ng muskullarni kuchiga bartaraf bera olmay bu effektimiz defektga aylanadi. Shuning uchun azizlar, men bu nitvoy har bitta holatda qoralayman. Iloji bo'lsa qildirmanglar. Kimdadir mayli 1 yil turar, lekin baribir oxiri tashab yuboradi va har xil vospoleniyani chaqirishi mumkin. Shuning uchun ham qilishdan oldin juda ham 72 marta o'ylaylar. Shu bir reels ko'rib qoldim men unda tulki nigoh qilishyapti. Juda ajoyib kosmetologik nislar yordamida, ya'ni chakka sohasini orasiga tiqib tulki nigohi desa ham bo'ladi. Ko'tartirilyapti qoshni, lekin bu qilinayotgan nitvoy o'zini effektini 2-3 oy davomida ushlab turadi. 2-3 oydan so'ng muskullarni kuchiga bartaraf bera olmay bu effektimiz defektga aylanadi. Shuning uchun azizlar, men bu nitvoy har bitta holatda qoralayman. Iloji bo'lsa qildirmanglar. Kimdadir mayli 1 yil turar, lekin baribir oxiri tashab yuboradi va har xil vospoleniyani chaqirishi mumkin. Shuning uchun ham qilishdan oldin juda ham 72 marta o'ylaylar.